ham ekin. Assalomu alaykum. Mana povrimiz Ikronbo'y. Biror narsa deyin endi bu povr aka. Uncha ishtahalarni ochib yubordingiz-ku. Kelaverasizlar. Mana o'zimiz uchun ko'katlarni yetishtiryapmiz. Mo'jaklar mansab qo'ydi. Ba'zi ovqatlarimiz bo'lyapti mana. Qo'y go'shti. Dezverak go'shtda Ichida 1 kilo tandira bilan. Ba'zi hazm qilish uchun salatlar bo'lyapti. unga sherik Xo'ja akam. Bizni kvartiramiz. Hojatxona. Dush. Diyor aka. O'tiribmiz.